Mana bu yerda chiroyli mebellarda boshliqning kolasi bilan ichyapmiz. Hali ham ishdan haydalganim yo'q, demak shu klinikada ishlayman. Endigi mavzuyimiz nima? Endigi mavzuyimiz ayollar to'g'risida ko'proq. Ayollarimizda bitta kasallik borki, uni hech kimga aytisha olmaydi. Ya'ni siydik tuta olmaslik. Bemorlarimiz ayniqsa yoshi o'tgandan keyin 40 dan osha boshlaganda siydik oqa boshlaydi. Ushlolmaydi. Yurganda, yugurganda, sakraganda, aksirganda, yo'talganda siydik chiqib ketadi yoki aksirmasa ham doimiy oqadigan darajada, yuqori darajalarida doimiy oqadigan bo'lib qoladi. Ular uyalgandan yoki nima qilishini bilmasdan o'sha yerda har xil narsalar qo'yib yurishadi yoki buyragini davolaydi, shamollashga qarshi davolanishdan olib yuraveradi, lekin hech qachon to'liq tuzalib ketmaydi. Chunki bu yerda muammo boshqa narsada. Muammo nimada? Ya'ni siydik pufagida. Siydik pufagini tushishi degan kasallik bor. Ya'ni sistaseli deyiladi. Ko'p tug'ruqdan keyin ko'pincha ayollarimizda siydik pufagi o'z joyidan tushib qoladi va shunda ayollarimiz siydikni his qilmaydi to'planganini va siydik tutolmay qolib o'sha oqib yuraveradi. Bu haqda ham to'liq gapirishimiz uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Qolgan videolarimizda ham qisqa aytib o'tamiz. Agar sizda ayollarda albatta siydik tutolmaslik, oqib ketish bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Buni davolashga albatta yordam beramiz. Siz bilan Shermuhammad Fayzullayev.